Aldı bilen hürmetlik Musacan efendim hamda elbette bu qatam Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin reisi bulup saylandınız. Ma'rif Cemiyeti elbette Türkiye'de ta kurulgan şu 2006 yıldan başlap hazırlıkça aktif hizmet kılıvatkan nurgun sahalarga ta'sir ko'rsatgan bir naiti yıldız var bir cemiyet hamda. Bu cemiyetning mas'ulligini ustingizga aldingiz. Aldı bilan istiqlol bo'lish suhbatimiz bilan albatta bu qatimqi saylamda reis bo'lganligingizni tabriklaymiz. Xizmatingizga utuq tilaymiz. Sualim bu mas'uliyatni bundaq cho'ng bir, chunki har qaysi sohaga taralgan bir harakatning beshi hamda ma'rif harakati, ma'rif jamiyati. Shunga qabul qilishingiz bu mas'uliyat, chunki ba'zilar chekingan bo'ldi saylamdan. Mas'uliyatni qabul qilishingizning sababi nima edi deb so'rayman-da. Xo'sh, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan doston Allah alemlarning parvardigori bo'lgan Alloh xostir Muhammad Islomga salom yo'llagandan keyin o'zimni boshlayman. Sharq Turkiston Ma'rif Hamkorlik Jamiyati 2006-yilda qurilgandan buyon har sohada Sharq Turkiston da'vosiniki qilish tegishli har sohasida xizmat faoliyat olib keldi. Bu jarayonda nurg'un issiq-sovuqlarni başımızdan o'tkazdik. Nurg'un qiyinchiliklarga duch keldik, nurg'un natijalar keltirishlik bo'ldi. Shu jarayonni men boshdan xizmat qilib kelgachga o'zimningki qo'ldan kelishicha mayli bu jamiyatningki tashkilotlanma, yig'in o'rinlashtirish, namoyish o'rinlashtirish, teşekkürat hizmetlerle meşgul oluş degandek, şu bir davada qilish tegishli har sohada kecha kunduz demek xizmat qilib kelgan. Ama oxirgi bu saylamda meniki bu vazifani ustunga elishimdagi sebepning bir tanesi xalqimiz albatta sizin deb o'tgandek bu cho'ng bir tashkilot bo'lganligi uchun buning mas'uliyati nihoyatda ig'ir ama şerefli bir hizmet. Ben gerçi bizden hemenden yaxşı okugan, bilimlik, tecrübelik ustazlarını teklif kılgan bolsam mı, başka sebepler tüpeyden bazıları özürsüne eğitken oldu. Bazıları özündeki hizmet sebebinden vakit çıkaramaydıqanlıqını oturup koydu. Bulup mu biz bu qatimki saylamda meneki mesul bolup bilişim qarindoshlarning ko'p sonliq meni nomzod ko'rsatab ham ovoz berib qilganligidan hammaylar mana shu vazifani loyiq ko'rgan avval bo'ldi. Shuningdek men hatto o'zim qabul qilmaslikni uyg'un ko'rib saylam o'tkazilibmi 10 kungacha men boshqa birisi chiqib qolsa albatta mendan yaxshiroq birisi olib bu ig'ir vazifani men yanada qo'llab yana burunqidek icraat işlerini ben kılsam, şu beşimizde texim bir kabiliyetli, iktidarlık qarindoshlarimiz bo'lsin degan umid bilan saylam bo'lib 10 kungacha kechiktirib mas'uliyatni keyniga tortib keldim. Lekin oxirida yana qarindoshlar, ustozlar bu vazifani menga loyiq ko'rganligida chin to'g'anlik uchun oxirgi hisobda men bu mas'uliyatni ustimga olgan bo'ldim. İlişte qilchi ikkilanmadim, chunki men ham 20 yillik tecrübem var. Bu jarayonda albatta qilib ketishga ko'zim yetadi deb o'zim ishonch bo'lganlik uchun ham zaten men bo'lmasam, ya'ni men olmagan bo'lsam, boshqa birisi chiqmasa bu jamoatimizning, tashkilotimizninki yaqin bir qiyin avvalga yoki boshqa bir vaziyatga tushib qolmasin degan umidda men bu vazifani topshirib elishni o'zim oxiri loyiq ko'rib qabul qildim. Yani men talab qilmadim, yani ustozlarniki, qarindoshlarimniki men ishonch qilib bu vazifani topshirganligidan, men ishonganligidan men ilhom olib bu vazifani ustimga olgan bo'ldim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Utuq tilaymiz albatta yuqorida deganimdek. İnşallah milletimiz uchun xayrlik bo'lsin.